Assalomu alaykum ahli TikTok. Şu videoni iltimos tarqating, oxirigacha ko'ring. Tanishlaringizga, xishlaringizga, gruppaga birgalikda bir yaxshi ish boshladik. Inshaalloh sizlar uchun foydali. Ko'ryapsizlar. Ursan urg'iday. Bunga kelayotgan bo'lsa 3 yoshar go'dag'im achishi mumkin. Atkodnoy varota deydi buni. Bilgan biladi, bilmagan endi bizim videodan keyin biladi inshaalloh. Nashoga uzunligiga 2,5 metr beton quyilgan, chuqurligi 1 metr. Bular bilasizlar, shvelar Rossiyadan keladi. Xohlasangiz nosh tunikadan, xohlasangiz temirdan uyingizga olib o'rnatib beradi. Tok bo'lish shart emas. O'zining hamma instrumenti bor. Rossiyadan kelgan komplekt tappa tayyor dujogman. Ustaning o'zi shu yerda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday yaxshimiz bor? Adresi Kolxozobod, yangi turmushda hamma joyga olib o'rnatib beradi. Assalomu alaykum hammakasi. Ahli gruppa. Hamma shu bir ish boshladik. İşimiz shulaydi. Rossiyada varata qo'yish. Olib kelganmiz, shu xizmatini qilamiz. Shu aparib qo'yib beramiz. Hamma instrumentlar bor. Varatalar bor, ko'p. Endi shu sohada ishlaylik deb shu yerda ham shu ishni boshladik. Endi bu oshna postoyan Moskvada shu narsalar ishlagan. Yana ishiga juda puxta, yaxshi ishlaydi. Faqat nomerlarni qo'yamiz, yozib telefon qilasizlar, promoy nomeri WhatsApp bo'ladi. Uyning oldida birgalikda ko'ramiz inshaalloh. Shvelerlar pol uyning oldida turibdi. Buni ko'ryapsizlar. Bu dujok, sut bo'lmasa uyingizga borib berib 8,5-9 kilovatlik. Ana shvelerga kelayotgan bo'lsa 6 metrligi bor ekan, 7 metrligi bor ekan-da. Ana shuning endi narxi qancha bo'lyapti? Shuni bu yoqqa o'tib bir batafsil aytib o'tsa, o'zing odamlar bilsa. 6 metrligi 4 metrlik proxodga jabodi, 420larga ham jabodi. 6 metrligi 15.500 rubl, 7 metrligi 17.500 rubl. Tajikiga, Somonga esa shu kungi kursga hisoblab beradi. Ana endi shu 15.500 rubl, 17.500 rubl. Ikki xil varianti bor ekan. 6 metrligi, 7 metrligi. Ana keyin buning stanovkasi qanday bo'ladi, qanday shu ish haqi, svarka, beton quyish, bularning ish haqi qanday bo'ladi? Serial. Hammasi tunikadan bo'ladigan bo'lsa, patkulich 1000 so'm. Agar jestdan bo'lsa, yana salgina qimmatroq bo'ladi, kraska qilish kerak. Uni qaytadan bir mustahkamroq bo'ladi. U sal ishi bor-da o'ziga yarasha. U 100 so'm, 200 so'm qo'shilishi mumkin. Ana ko'ryapsizlar, faqat telefon qilingizlar, adres yana Kolxozobod, yangi turmush 8-brigadda. Shu elning xizmatda endi shu ishni boshlabdi. Qachonki o'zimizning kimdir nimadir boshlasa, birga bir motivatsiya berib, qo'llab-quvvatlaylik. Shuning ham ishi jirishib ketsa, uyingizga olib o'rnatib bersa, bir haqlarga yaxshi inshaalloh duoni qilib qo'ysangizlar, shuning ishi rivojlanib, sal xalqning xizmatida ishini qilayin deb shu ishni boshlabdi. Moskvadan da ko'ryapsizlar, shu 35 ga 40 tab kelgan, yana vagonda kelyapti. Faqat mehnatkash bola, o'zi svarchik, hammasini o'zi qiladi inshaalloh. Endi shuni bir qo'llab-quvvatlaysizlar degan. Buna zapchasi kelayotgan bo'lsak, faqat pashimlikda har bir tasda 8 ta pashimlik bor. Buni ko'ryapsiz, asta turadi. Bular melki narsalari, bular barvarata. Buni o'tirgan payt kiyiladi. Bunisi ushlaydi. Xullas shunday narsa. Faqat endi sizlardan bir umid, qo'llab-quvvatlash, bunda zapchaslar hammasi bor. Korobkada tappa tayyor. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. O'ylaymanki, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman.